hech o'ylamagandim Xitoyga borib, o'sha yerda o'zimga kostyum olib kelaman deb xabaringlar bor. Yaqinda Xitoyga borib keldim. O'zi ish bilan bo'yicha borib, men o'zimga shunaqa bitta kostyum ko'rib qoldim. Sirazu ikkilanmasdan xarid qildim. Uni tikilishini ko'rib, ustida kiyib ko'rgandan keyin sirazu yoqdi. Aytib o'taman, bu Xitoy o'zini fabrikasida tikilgan. Har doim xohlardim o'zimga imni shu dubortni kostyum olishni, aynan o'tda tugmalarini o'zi menga yoqdi. Mana shu imni tilla tugmarang ko'k ustida особенно выделяться qilib turadi. Endi buni bitta kiyib ko'ramiz. Xullas, birato'la bitta to'liq komplekt o'zini kiyib qoldim, ichimda oq ko'ylak bilan. Birinchi aytishim kerak bo'lgan narsa bu shimma pasatkasi. Shimma pasatkasi banan pasatka ekan, ikkinchidan bo'lsa kiyishim bilan sirazu qolibi menga mos tushdi. O'sha narsa sirazu yoqdi, oldim. Hop, yana bir momenti bo'lsa, bu yerda qilish kerak bo'lgan narsalardan shim uzunligini ozgina olib tashlashim kerak va pidjakni qo'lidan ozgina kaltlatishim kerak. Chunki qoidasi bo'yicha bilasizlar, ko'yningni yengi 1-1,5 santimetrga chiqib turishi kerak. O'zi dubortni pidjak kostyumlarni o'zi tikilishi bo'yicha ko'zga sirazu tashlanadigan narsa bo'ladi. Lekin ularni yanada oshib turadigan detal bu galstuk bo'ladi. Men shu galstuk taqmadim, chunki boshimga xotirib o'tirgim kelmadi. Lekin sizlar bo'lsa shu kostyumga bir baho berib ketinglar va sizlarga bitta savol. Shunga o'xshagan pidjak yoki kostyum bo'lsa, sizlar sotib olarmi deylar. Agar sotib oladigan bo'lsangiz, necha pul to'lashga sizlar tayyor bo'lardinglar? Sizlarning fikringiz qiziq.